Вот человек работает даты, вот получает, скажи, он предлагает работу. Просто если у него там процент, сколько там, есть 20% у него там берет. Вот. Я не слышу. Если Ты сказать, покромче можешь сказать? Не, слышно? Да, слышно, давай. Mikrofon uzoqda ekan-da. Мгм. Так, что ищешь, какую работу? Сейчас. Я подавился секунду. Да ты там это, не волнуйся. Oda. Да я-то не волнуюсь. Бывает что. Ой, ему надо работу. 13 А, million. ему? Да, я просто на камнях, а он не может. Гудок, Я чуть не сдох. винил. Что, он без микро, что ли? Так. Да нет, он с микро, он мне в Дискорде говорит. Угу. Энергетики зло не пейте. Я чуть не сдох из-за него. Здравствуйте. Ну, я как раз сейчас пью. Смотрите, Ой. скидка есть. Вы откуда вообще? Так. О, Нет, вообще там, ему какой нужна нации? работа. Русский, Ему да? нужна Чамет. какая-нибудь. Ну, Ага. похоже, там казахстан, я... Так, смотри, могу в корпорацию взять. Только он будет работать. Не Ну, сможет. не сможет? 5-й уровень нету. И он бы сейчас со мной работал. Блин. Тогда не знаю. Блин, если бы он был бы у него 5-й, я бы не задавал такие тупые вопросы сейчас. Мгм. Как бы я просто еще. Понятно. Кстати, ты не знаешь этого человека, который банан продает? Так, кто там? Выставляет и ФК 318 бесит меня очень. Я вот ему звоню. А, не знаю. Какой у него там 24? Вот сейчас позвоню ему. Boyagi Всегда mashinani? Oldim. Как всегда. Ish berdingizmi aka? Yo'q, А так. Ну, а, 5-chi А, o'ringa chop- yo'q ekan. Chop ketadi aka unaqa. Chop 5-chi ketmasdan o'rin. aka. Nimani Korporatsiya. chopadi? Chi narsa bo'lsa deymanda. Вообще, Lekin 400-500 ga chiqyapti boyagi mashina aka lekin. Ishni berilmaydi. Ro'z 6 aka 500 ga chiqyapti aka. что Nima он deysiz, olib варит? qo'yaymi? Qaysi biri? 6x6? Turibdi, 6 birinchi qatorda turibdi. Kelinchi mana shu. So'rab ko'ringchi. Aytasizmi? 17 yanisa qimmatroq-ku. 16 ga to'g'ri bo'lardi-da. 16 bo'lsa mendan ham 6 million pul qoladi-da keyin bu kazikka. Hop. Egasi So'rab mashina? ko'ring. So'rab ko'ringchi, skidka qilasanmi? Unda 16 million puli bor edi deb. Здорово. Hozir ishlatib yuborganda hozir bir ikkita mashina bor deding-da. Skidka будет? Сколько хочешь? Olish uchun ham boyagi За borib 16. kelishimiz kerak u yoqqa. Ну, за Boyagi 16,5 Toshga. отдам. Давай за 16. Только Я больше его нет. сам брал за Ладно, это 17,5. раз. Типа, и так скидочку делаю. 16,5ga beraman debdi. Olsa bo'ladi unda. Hozir to'xtamda biz unda nima qilib kelik, boyagi mashinani semya o'tkazib. Сейчас придет. Ага, хорошо. Ovaramiz 15 ga sotgandi, lekin 15 ga nimaga perikub olgandi. Hozir 1,5 million zarar ko'rsa, zato sotsa ham oladi, keyin 1,5 million zarar bo'lgan. 15 ga nimadan oladi? Mhm. Boyagi perikubdan. Endi borib keling aka mashinangizni. Aytyapsiz? Toshga borib kelamiz, Toshga. Toshga borib, boyagi mashinani semya o'tkazib kelish. Bering menga, menda bor joyini. Yo'q, joy borni o'zimga olib qo'ymoqchiman-da aka, o'zim. Men sizga $1 ga ham sota olaman-ku keyin. Yo'q, endi yo'q, problema bo'lib ketadi deyman-da aka, bu olib sota olib bir-birimizni berib Это, tashlayapti shu видимо, pulni. твой друг, да, подбегал Ha, до shu yoq этого? borda. Да. Borib kelaylik, yuring. 5 minut. Keyin kaziga kiramiz-da, Ты пока qaytishda. тут? Да, здесь буду. Yuring aka. Сейчас Chiqing. где-то 5 минут. Сейчас Да, место хорошо. освободим, придем. Да, без проблем. Aka. Chiqolma. Tushuntirib chiqdim Yo'q. mazgiga. Qolmagin turib turgan dedim. Sotib olsa ham naqd, sotib olsa ham bizga biz kaziga kirib ko'proq pul bilan kiramiz qaytaga. Ya mayli, Kazi- просто. O'zing kelamiz shu yerga ketdim-da chiqdim. Agar borib 50-60 million ko'tarib olsak, yomonroq bo'lardi lekin. Shu mashinaga yana 50-60 ko'tarib olsam, mashinasiga o'zingiz boyagi mashinasiga pul qilib yuboraman. 111 aytyapsizmi?
Ha, boyaganida 7 million qoldi-ku. Agar yana ko'tarsam. Uni shundoq olma qaytib bermaymiz. Buni ham fantomdan shunaqa qilmoqchi ekansiz-da. Bo'ldi, Qarasiz. Ha, mashina egasi qani chiqing. Qani qayerga chiqing? Tashqarida nimaning yonida deb Tartib ketamiz. Mana tashqarida bankomat. Yo'q, bankomat yonida. Tashqarida. Yerda ishga bora olsam, tura olsam. Ikki bo'ldi. Yangi mashina oling, yangi mashina keling, yangi mashina dedik. Tushing. Yangi mashinada kerak. Avtopiloti bor ham yoqamiz, suramiz. Metga bering. Unda ham avtopilot bor, boyagida ham. Ha, bormidi? Ha, bu avtopilot ham bor edi. Qaqing. Ertaga fangamoq ketamiz. Bu yerdan chaqirsa bo'ladimi? Yo'q, bu yerdan chaqira olmaysiz. Ha, yo'q, parkovka piyoda ekan. Bunda ham bor edi shunga, nima qildim, shunaqa qilsa normal narxida. Men agar adashmasam bor edi. Lekin bu ham zo'rna, qanaqa chiroyli, zaychikmi, nima degan bu? Bu 210 dan keyingisi-da, bu 211. Yo'q, zaychik deydimi, laqabi bu nimasi? Yo'q, 210 ni zaychik deydi. Bu voy, bilay. Ha, izvar deydi, men nima holat? Voy, o, archa bayram. Nima bu? Ha, metga qo'ying, sizni metkingiz bilan ishlaydimi? Ana shu tarafa olishimiz kerak. Toshkada. Nima bitta nomer ham qo'yib olishing. Nomer ham qo'yib olishingiz kerak endi, bunga chiroyli. Nima bo'ldi aka? 101 dan 909 gacha uzib nomerlar menda hammasi. Ha, uzibmi? Uzibini hammasini olib qo'yganman. 101, 202, 303, 404, 500, короче 909 gacha menda. Avtopilotmi hozir bu? O'zi topadi yaqin yo'lda. Xohlagan tarafga ketadi. Bir soatda borsa bo'ladimi? Hozir 50 million ko'taraylik demak. Yana biz 40-50 million ko'tarsam boring, 6 million emas, lekin kamdan tikamiz-da hozir. 100 ming, 100 ming, 200 ming shunaqa maksimal 6 ta stavka qilamiz, 1 milliondan shunaqa qilib ko'taramiz. Hozir yutkazsa ham aka, misol uchun 2 ta mashina bor, uy bor. Sizga bitta mashina berdim, bo'pa oldik. 18 million bilan, to'g'rimi? 19 million bilan. O'xshab qolsa, ertaga o'xshab qolsa, yana bitta uy bo'ladi. Ertaga yana bitta misol uy olishimiz mumkin, yana nimadir olishimiz mumkin, o'xshab qolsa, o'xshamasa. O'xshaydi xolos, o'xshamasa demaylik, unaqa. O'xshamasa, o'xshamaydi deymiz, nima deymiz? Hada, o'zidan beryapti, o'zi olyapti. Mazza qilib, aka meniki bor, shu bo'lib qoldi aka, bu o'yinga qiziqishiga shundan. Ayni tasdiqman shunaqa bor. Yo, siz ayni emas, kirmang aka. Kirmayman shundoq. Haydangda aka, avtopilotni qo'yingda aka, qachon boramiz aka. 50 ta 60 ta Avtopilotni ham radarga tushdik qolamiz. Tushdimi siz? Avtopilotdan. Men sekin yuryapti bu yerda. Ha, bu pоворот bo'lgandagina. Trassada men tezroq haydashim mumkin, trassada hozir bosishim mumkin 100-110, to'g'rimi? Shahardan qancha yuribdi hozir shunaqa vaqtda gaz bergan vaqtda? Hozir qancha chiqdi? Avtopilot 150 yuradi, 100. Ha, siz ajratdingizmi avtopilotni? Boyaga men nima uchun tosh teraman deb qo'yganim, tosh termayapman, просто. Esingizda birga olib borib qo'ygan esingizda bo'lsa. Shundan keyin bir 2 kun oldin bir bordim, tosh teraman deb pul yo'qdi bitimda. Asabim buzilib bordim. Hozirroq u yoqdan qarasam, mashinam bor ekan, bu mashina. Qanaqa bananmi bilmadim. Kreditga ko'targan vaqtimda qanaqadir nima bo'lardi, interes bo'ladi, shu nimadir sotib olishga interes bo'lardi. Yutqazgan vaqtimda nimadir sotishimga interes, sotib turib kreditga ko'taraman demak. Shu vaqt shu bilan o'tyapti-da aka mening vaqtim hozir. Bilmayman. Boshqa misol interes qolganim-ku bu yerda hozir. Misol uchun yutyapman, olyapman, yutqazyapman, sotyapman. 4,5 million pul bilan trassada yurish mazami? Ha? 4,5 million pul bilan trassada yurish mazami deyman. Men 22 million aka menda.
Menimcha ko'p nima qila olmasa kerak, u ham ограниченияsi borda uni. Ya, biz 2 kishimiz hozir. 4 Ha? kishi bo'lsa, menimcha anaqa qila oldik. Yaqinda kelyapti, shunisi. Badril. Yo'q, qolganda ham ограниченияsi bor emasmi uni pul yechib olishimiz lozim. Ko'p pul yechib olmasa kerak. Pulizni ko'p bo'lsa, qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p yeydi. Shunaqaniki. Unaqa shu. O'zi grantda unaqami? Grantda 50 mingmi shunaqa edi maksimal. Tushunarsiz. Bilmadim, lekin qo'lingizda qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p yeydi. Narigi tarafiga o'tamiz aka, narigi tarafiga. Pastga tushamiz. Daryo narigi tarafiga o'tamiz. Narigi tarafida bir ochiq joyi bor-ku, shunaqa. Shu yerda. Tosh deb Voy, voy. Yo'q, hozir onlayn qarang, onlayn 500 ta lekin hamma AFKda, boya BPOcha, BP boshlangan vaqtda hamma AFK bo'ladi. Qolyapmi yo'q? Uyda bosib ayting. To'xtab o'chib qolmasin degan mashina. O'chsa tamom, o'chsa bo'ldim va maza qochadi. Ketib qo'yganmisiz? Mana shu atrofda bo'lgan teparoqqa chiqqancha. Uni qaramasa turibdi, shu emasmi mana shu. Mashina. Mana shu ekan. Go'z ko'chirib yuboraymi? Nargis aka. Go'stka betdan uchirolmaysiz, bar. Karpara setib qoling. Sotganman men. 500 dan so'ng o'zi 250 dan o'sha. To'g'ri. 256 ming bo'ladi ekan. Yo'q, 300 qancha? Karparatsiyaga not tekin yetib borsiz bo'ladi. Vo'g'ni toshni qarang, toshni. 16 ham normal narx ekan. 16,5 ga mayli beraman dedi. O'zim 17,5 ga olganman dedi. Oy, spasibo. Ular olib sotar emasda, olib sotar unaqa bo'lmaydi aka. Qotib oladi bo'ldi narxida. Bilaman. 100 ming. Bu ega bizga o'xshagan egada, misol biz ham misol uy mashina sotmoqchi bo'lsak 1 million 2 million qaytib olamiz sirada. Shunaqada. Bu egalar shunaqa qiladi. Bilsangiz, hayotda ham shunaqa. Misol uchun olib sotarlar qaytmaydi, hayotda ko'p Shunaqa. mashina olmoqchi yoki nima bo'lsa, kam. Kim suv chopib oladi shungacha borgancha. Короче, hozir mashina olamiz. Mashina olamiz. Binoni parkovka qilib qo'yamiz bino oldiga. Kazikka boramiz. 16 5,5 million qolib 5,5 million o'ynaymiz. Yo yutamiz, yo yutqazamiz. Yutqazsa sekin o'chiramiz. Filmimiz erta ishga olishimiz kerak. Yutqazib yutsak, mana u yutgancha o'ynayveradi. 50-60 million ko'targancha o'ynaymiz. Lekin badaniga hozir qayta 1 millionni, misol 1 millionni 5 ta stavka qilsam ko'tarishim mumkin-da. Normalniy misol. Bu 5 ta 100 million qilishga kam qilib ko'tarib 10 millionga borgan narsa ko'paytirsa bo'ladi. 10 20 million qilganiga. Sekin o'tasa bo'ladi.